Akamizning dildagi dardlari. Barchaga ma'lumki, kirakashlik oila tebratish, farzandlarning to'kis kamoli uchun eng qiyin va nochor ishlardan biri. 35 yil qo'lim rulda bo'ldi. Tong sahardan to yarim tungacha ko'zlarim to'lib tirikchilik uchun kirakashlik qilib pul topardim. Ba'zida farzandlarimga otang nima ish qiladi deyishsa, kirakash degan so'zni qanday aytishlarini o'ylab ich-etimni yeb yurardim. Bir qizim va 2 o'g'lim oila asosi edi. Qizimning bo'yi yetib qolgan, o'g'illarim esa biroz yoshroq. Sovchilar deyarli har kuni eshik qoqib qulchilikka kelishar. Ayolim esa turli bahonalar bilan ularni ortga qaytarib yuborardi. Chunki to'y qilishga quda andali bo'lishga hali tayyor emas edik. Farzandlarim uchun balki o'rnak bo'la olmagandirman, ammo qilgan mehnatlarim va oilaparvarligim sabab ulardan oqibatni kutardim. Biroq qish kunlarining birida uyimdan unchalik uzoq bo'lmagan joyda har kungi ishimni qilib yurgandim. Ko'zlarim nogoh chiroyli kiyingan qaddi qomati kelishgan, biroq yuzlari juda ham tanish bir qizga tushdi. Yaqinroq borishga ahd qildim. Yaqinlashar ekanman, jondan aziz qiz o'lganimda ortimdan ko'z yosh to'kuvchim ekanligi oydinlashdi. O'z qizimni tanimaganimdan uyalib ketdim. Aybimni yuvish maqsadida qizimni aytgan manziliga eltib qo'yishga qaror qildim. Biroq unga yetay deb qolganimda qimmat rusumli mashina qizim turgan joyga kelib to'xtadi. Farzandim taksi kutayotganga o'xshamasdi. Buning ustiga o'sha mashina ham kirakashlik kasbiga butunlay begona. Qizim bir so'z demay mashinaga o'tirdi va ular yo'lni davom ettirishdi. Ko'nglimda shubha-yu gumonlar bilan ortlardan kuzata boshladim. Biroz isqvorlik qilishimga to'g'ri keldi. Nihoyat mashina ko'p qavatli uy yoniga kelib to'xtadi. Ortidan sezdirmay kuzatib keldim. Ular uyning 4-qavatidagi xonadonga kirib ketishdi. Butunlay hayron bo'lib, ishonchsizlikka tushib qoldim. Keyin yana o'yladim. Qizim dizayner bo'lgani uchun balki ish yuzasidan kelganmikin. Oradan yarim soat o'tdi. Sabrim tugab o'sha qavatga ko'tarildim va eshik qo'ng'irog'ini chaldim. Birozdan so'ng eshikni yarim yalang'och ahvolda bir yigit ochdi. Yuragim yonib ichkariga otildim. Kirdim-u, ko'zlarim nomusimni sotgan, ishonchimni yo'qotgan oqpadar qizimga tushdi. U aytishga til bormaydigan bir ahvolda yotoqda oppoq matoga o'rangancha badanini berkitishga harakat qilardi va tinmay yig'lab kechirim so'rardi. Ko'zim qonga to'lib, o'zimni boshqara olmay stol ustida turgan pichoqni olib, qizimning meni yuzimni yerga qaratgan o'sha jirkanch joyidan pichoq tortdim. O'z qizimni o'ldirdim. O'sha mashina egasi nonko'r haromi, afsuski juftakni rostlab qoldi. Qo'limdan qon, ko'zimdan yosh oqardi o'shanda. Biroq qilgan ishimdan afsuslanmadim. Chunki bag'rimda ulg'aygan qizim nikohsiz birovning og'usiga kiribdi. Ota sifatida unga eng oliy jazoni berdim. Endi sovuq zindonda o'tar ekanman, xayollarimda birgina uy qolgandi. Farzandlarim taqdiri nima bo'ldi endi? deya azob chekar edim. Mana o'z jazoimni ham o'tib chiqdim. Lekin bitta dard hamon yuragimni tilkalar. Ya'ni men o'z qizim qotili.
Hurmatli Oq va Qora kanali admini, meni bu dardlarimni kimgadir aytmasam o'zimni bir nima qilib qo'yishim tayin edi. Shuning uchun ham sizga murojaat qilishga qaror qildim. Iltimos, bu noxush voqeani kanalingizga qo'ysangiz. Hurmat qilib, ozgina vaqtingizni ayamay meni tinglaganingiz uchun rahmat.